o'zi aqlan zaif, dini ham zaif dedilar. Biroq eng qat'iyatli erkakni ham aqlini oboradigan sizlarda qangi ojizalarni ko'rmaganman deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zlari aytib turdilar. Sizlarning dininglar ham zaif dedilar. Kecha tergabga ko'rsangiz namoz o'qimay qarayoq kishi. Eng taqvodor uchun men goh aytib qolaman-da, voy shu ayol taqvodor ekan desa, men yaqin yillardan beri taqvodor ayolda borligiga ishonmay qo'yganman. Yo'q, taqvodor deb ishonmadim. Aytmaydi deb. Taqvodor ayol yo'q deb qolaman gohida hazillashib. Mutoyiba qilib. Taqvodor ayol haqida topish qiyin. Nimaga? Chunki hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, ayol kishi ham dinan, ham aqlan zaifa bo'ladi. Shuning uchun ular minbarga chiqmaydi. Minbarga chiqmaydi. Shuning uchun ular haqni boshqarmaydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'a dedilar. Ishlarini ustiga ayol kishini boshliq qilgan qavm najot topmaydi dedilar. Ayol kishi ham aqlan, ham dinan zaif bo'ladi. Shuning uchun mo ayol taqvodor ekan, voy mo ayol ilmli ekan desa gohida men eshitmayman. Ilmli, o'ta ilmli, o'ta taqvodor ayol bo'lishi mumkin emas. Agarda o'ta ilmli ayol bo'lsa, o'sha ilmni ko'tara olmay qoladi baribir borib. Chunki zaifa, ojiza, mansabni ko'tara olmaydi, ilmni ko'tara olmaydi, to'rini ko'tara olmaydi. Tabiat shunaqa ular. Ham ular ojiza, shu bekorga ojiza, bekorga shishalar deyilmagan. Lekin shu mana shu ojizalar ham aqli, ham dini zaif bo'lganlar eng qat'iyatli erkakning ham aqlini olib qo'yadi.